mazax bo'lishdan og'irroq narsa yo'qdir. Modamiki yolg'on gapirmas ekansan, unda aytchi, odamlarning orasida eng yomon ko'rganing kimdir? Sensan ey Muhammad. Alloh yaratgan narsalarning ichida eng yomon ko'rganim sensan. Mendan keyinchi? Allohdan qo'rqqan yoshlar. Ular borini Allohga beradi. Ulardan keyinchi? Sabrli va shubhali narsalardan ehtiyot bo'lgan olimlar. Keyinchi? Tozalik va yuvishda 3 martadan yuvadigan odamlarni. Undan keyinchi? Ehtiyojini hech kimga bildirmaydigan sabrli kambag'alni. Ahvolidan hech ham shikoyat qilmaydi. Xo'p, bu faqirning sabrli ekanligini qayerdan bilasan? Ehtiyojini o'ziga o'xshagan ojiz bandalarga aytmaydi. Kim o'z dardini odamlarga 3 kun orqama-orqa aytsa, Alloh uni sabr qiluvchilardan deb hisoblamaydi. Xullas, sabrli odam bunaqa qilmaydi. Men esa ularning sabrini, hatta harakatidan